Yomg'ir yog'masligiga sabab insonlarning gunohi bo'ladi. Mana Musa alayhisolatu vassalom davrida ham qahatchilik bo'ldi. Mevalar quridi, chorvalar o'lishni boshladi. Odamga kelganda oxiri ular istisqo namoz o'qishdi. Yordam so'radi, yomg'ir so'radi, Allohdan yog'madi. Istisqo namozi qabul bo'lmadi. Oxiri ya Robbi duolarimizni ijobat qil. Odamlar qiynalib ketdi. Daraxtlar quriyapti, hayvonlar vafot qilyapti deganlarda Xudo aytgan ekan, ichinglarda bitta gunohkor bor. Shu tavba qilsa, keyin yomg'ir yog'adi dedi. Shunda ya Robbi, shu gunohkorni ayt ichimizdan chiqarib yuboring deganda Xudo aytdi. Men ulug' zotman dedi. Men chaqimchilik qilmayman dedi. U ichinglardagi odam chaqimchi edi dedi. Uni gapini bunga, bunikini unga nima qilardi? Ko'tarib yurardi. Xuddi Abu Lahabning singari yoki uni ayolining singari. Shu hamma teng tavba qiladi, men duolaringizni ijobat qilaman dedi. Shuning ichida haligi chaqimchini Xudo aytmadi, hamma yoppasiga tavba qildi. Natijada nima bo'ldi? Yomg'ir yog'di. Bizda ham aynan shunaqa bir yomg'ir to'xtab qolishligi yoki suv bosishligi hammasi bandalarning gunohi bilan bo'ladi. Bir yilda yer yuziga qancha yomg'ir yog'ishligini Mikoil alayhisalomga nima qilgan? Vazifa qilib bergan, Mikoil alayhisalom. Azroil alayhisalom jon oladi. Jabroil alayhisalom vahiyat keladi. Isrofil alayhisalom surch oladi. Mikoil alayhisalomga yomg'irlarni nima qilib bergan? Hisob kitobini o'qishib bergan. Ya'ni bir yilda yer yuziga hisob kitoblik yomg'ir yog'adi. Faqat bandalar gunoh qilgan joyda Xudo xohlasa ko'proq yomg'ir yog'dirib suv toshtiradi yoki yomg'irni shunday to'xtatib qo'yadi.